Salom do'stlar, bugun sizlar bilan VPS dasturini ko'chirishni o'rganamiz. Buning uchun Google'ga kirib VPS download deb yozamiz va birinchi saytga kiramiz. Va bu yerdan skachat besplatno deymiz. Menda ko'chirilgani uchun ezmayman. Ko'chirib bo'lgandan so'ng kiramiz. Va mana VPS dasturi. Bundan Wordga ham kirsa bo'ladi. Mana Word dasturiga hozir kiradi. Mana Word dasturiga ham kirdi. Yozsak ham bo'ladi. Xayr do'stlar.